bir o'g'ri masjid quribdi. Bir sudxo'r masjid quribdi. Bir umri yengil ayoli bilan o'tgan ayol masjid quribdi. Shularni qurgan masjidga borib namoz o'qisak bo'ladimi deb bir avliyo ulamodan so'rashganda, o'g'ri odamlarning haqqidan qurgan bormang. Sudxo'rlik bilan qurgan uni masjidi vayron bo'lib ketadi, bormang. Borsangiz mayli ana o'zini sotgan ayollikka borsa bo'ladi degan ekanlar. Birovga zulm qilmagan. Endi shunchalik sudxo'rlik bilan o'g'irlikning gunohini katta og'irligi, qurgan masjidga ham kirib bo'lmaydi deyilgani bu. Zulmda birovga zulm. O'g'ri ham birovning molini oladi, sudxo'rku aday tamom qiladi. Qancha yigitlar o'zini o'ldirib yubordi. O'sha sudxo'rlar yuribdi oramizda. Prosentini berolmay osdi o'zini, o'ldirdi o'zini. Uni gunohi qanday bo'ladi? Bu tijorat emas.